Kaliteli kichkina. Birinchidan 5 kilolik kaliteli olish kerak. Kamida 3 kilolik olish kerak. Mana bu упражнение. Mana bir. Bundan keyin mana bu упражнение. Og'irlachi og'ir bo'ladi, mana bu nagruska bo'ladi. Mana bu упражнение. Bundan keyin mana bu упражнение. Tushundingiz? Mana shu Zalga chiqish kerak. har bittasini 20 tadan 5 marta qilishing kerak, har bittasini. 20 martadan 5 marta. Bundan keyin отжимание u 100%, mana bu mishlar o'sadi. Отжимание. Lekin bu ha? Aha, bu tazgin azmi ham bor. Nima, bu kichkina ganteli bo'lmaydi. Kamida 3 kilo bo'lishi kerak. Bu yarim kilolik ganteli. Urish kerak. Bo'sh stili. Bo'sh stili qilish kerak. Bundan keyin haligi tezlik o'sadi, bundan tez qilsa.